15 yoshimda shu balishni yana ikkinchi marta qilsang kalta yeysan deganlardan. Va menda bugun yana balish. Mani taom tayyorlashga bo'lgan mehrim aynan shu balishdan boshlangan. Ertalab nonushtaga faqat tuxum emas, har doim issiq sveji taom bo'lishini xohlardim. Uyda 2 dona kartoshka ozgina qatiq bo'lsa ham balish qivoraverardim. Videoda ko'rsatilgan barcha mahsulotlarni solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir tayyorlab, 2 ga bo'lib, xolodilnikka 1 soatga olib qo'yamiz. Balishga piyozni mayda to'g'rasam ham, go'sht bilan kartoshkani somoncha to'ralganini yaxshi ko'raman. Tabga ko'ra tuz, murch, sira solib, qiyma tayyorlab olamiz. Xamirni bir bo'lagini kalka qog'ozga yoyib olamiz va ikkinchi bo'lagini esa stol ustiga un sepib yoyib. Kichkinaligimda yaxshi tayyorlamagandirman, lekin hozir bu balish farzandlarimga juda ham yoqadi. Sizga ham bolalikni eslatuvchi balish retsepti kerak bo'lsa, kommentda 2 raqamini qoldiring va direktdan men yuborgan havola orqali Telegram kanalimga o'ting. Agar sizga o'zimizda qadimiy milliy retseptlar kerak bo'lsa, hamma retseptlar menda. Obuna bo'lib qo'ying. Oqlayman otamni hamma ishonchi, ishladi bizlar uchun charchagan.